Assalamu alaikum aziz qarindoshlarım, suyumlik vatandoshlarım. 2018 11 ayının 6. günü Cenevada bo'ldigan 10 bin kişilik namoyishiga umumyuzlik Yevropada qarindoshlarimiz qatnasha olamdiq. Qatnashimiz çokum barımız, ailemiz bilen, balalarımız bilen bütün Uygur milleti Yevropada yaşayotgan ve dünyanın hem yerde yaşayotgan kiliş imkanı olan bütün Uygur milletinin, Uygur halkının bu namoyishga qatnashishini teşebbüs kılımız ve talep kılımız ve çokum barımız, çokum qatnashimiz. Ben bu namoyishga özüm, ayolum ve balalarımdan tart elip barman ve özümün qo'lim qo'shni tonish bilish boshqa men tanıydigan her qandaq atrofimdagilarni bu namoyishga berishga tashabbus qilaman, undayman ve boshqa yerdagi mening yurtligim, qarindoshlarim, men tanıydigan do'stlarimni bu namoyishga kelishiga tavsiya qilaman. Bu namoyish biz Uyg'ur xalqi uchun nihoyatda muhim. Bu fursatni qo'ldan berib qo'ysak bo'lmaydi. Shuning uchun hammamizningki birdek kelishimizga tilakdoshman. 11 ayının 6'sı görüşeyli qarindoshlar, xalqimizning ovozlarini anglatish uchun mushu Xitoy zolimlarining mushu vahshiyligini pash qilish uchun 11 ayının 6'sı men borman oilam bilan ve uningdan boshqa bütün xalqimga mushu 11 ayının 6'sı hammanglarning berishini men chin ko'nglimdan tashabbus qilaman. 11 ayının 6'sı görüşeyli. Assalamu alaikum. Qarindoshlarimiz qanday yaxshi tutdim. Salomiylikning yaxshimi 11 ayning 6 kuni Alloh bursa bütün oilam bilan Janvarning oldidagi namoyishga berishni niyat qilaman. Bütün 1 million Uyg'urningki chet eldagi hammasining kelishini talab qilaman. Chunki bu namoyish Xitoy tajovuzchilarininki Uyg'ur qilayotgan ziyonkashligini bütün dunyo tunishtirish, ham huquqimizni elish, Allah bursa vatanni Xitoyning qo'lidan topshirib olamiz, Xitoyni vatandan qo'g'lab chiqaramiz. Allah razı olsun. 2018 11 ayının 6. günü Xitoy tajovuzchilarining BDT'de hesap berdigan bir kun. Vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistondagi 35 million xalqimizning Xitoy tajovuzchilari tarafidan qishinlanayotganligi, lagerlarga, turmalarga sulanayotganlik qon qisosini elish uchun umumyuzlik Yevropadagi barliq vatandoshlarni kelishga teşvik qildi, tavsiya qildi, da'vat qildi. Germaniyadagi Yevropa birligining raisi, Dünya Uyghur Qurultayining moliya raisi ve yekki ticaretçi öz aldığa faaliyet elip beriyotgan mustaqil qarindoshlarım. Allah hammasidan razı olsun. 11 ayının 6'sı görüşeyli. 11 ayning 6 kuni Allah'a emanet Janvarning oldida.